Men Amerikadagi NASA tashkiloti borku. Shuning a'zosiman. Bu opang. Oydan olib keldim. Oylik. Men qarang, nima aldingizda-da? Nima oldingmi? Kebe. Bugün Apollon 69 kemasida oya bordik-da, mana shu qizim olib keldim. Asrab oldim. Nima kulasan? Qachon chiqdingiz oyasiz? Aqlli. O kun balg'a chiqdim deb ketdim-ku. Shunda bachalar bilan oya ushdik-da, seni aldadim. Shunda opang olib keldi. Gibi. Hamsiya bu qiz kim? Yaxshimisiz, tinchmisiz? Yaxshi. Oydan olib keldim, oydan. Qachon olib keldingiz? O kun chorlar bilan balg'a bordik-ku. Shunda Apollon 69 da borib, oydan boqib olib keldim-da shu qizgina. Oyliklar ham bizlar o'xshagan-a? Yo'q, bizlar o'xshamaydi-ku. Qarang, bizlar Qanday o'xshamaydi? Ikkita quloq, ikkita ko'z atdan bir xil-ku. Bizlar o'xshaydi-ku. Gibi. Men aldamoqchi bo'lasan, Ismat. Ama buni onasini taniyman-ku. Paxta sotasi, michka sotasi. Ha, oydan ekan, ishondim. Isbotlangan. gaplashib ko'ring-chi. Gaplash. Ha? Yaxshimisiz qizim? O'zbekcha ham bilmaydi-ku hamsiya bu. Mahra kelik, Antaliyaga sayohat. Men to'ydan keyin ishlamayman. 120 ta kuchuk bilan 2000 ta qo'y. Ana. Hamsiya buni faqat apti bizlar o'xshaykan. Kalla oy kelganda. Aytdim-ku men sizga bizlar o'xshamaydi. Qo'y tushundim. Kuchugi nima qiladi bu? Oha! Bizda bacha urdi. Kim urdi bani? Kim urdi meni bacham? Ulan necha yil bacha ekan? 2007. 2007 yil bachadan yo'q edingiz. Aman ikkitasini urdim. U kelib arqamdan tepdi, latoga kirib ketdi. Hozir men uni latoga tiqmaydigan qilaman, yuri. Ey, qancha? Yo'q, urmang 2007-yil bacha bo'lsa. O'zi bir chappa tursa tushunadi. Qo'ying karaga. Men tushuntiraman ham, sen tushunmasa bo'rondan uraman aytib qo'y. Ana dada. Shu bachami? Berat chiqqan ey. Manmi? Senga gapirilyapti, menmi deydi. Berga ke. Kimga yetdi o'xshamaydi-ku hamsa? Soat nechi bo'ldi hamsa? Nima qilasiz? Mollar vaqt bo'ldi, men mollarga qarab kelay. To'xtang, men ham boraman. To'xtanglar, qayerga ketyapsizlar amaki dada? Hamsa, mollarga qarab kelaylik. Menga qarang, shuncha joydan keldik. Urib ataraylik, 3 kishiku biza bitta o'zi. Erkak ishi bo'lmaydi, u chabir. Menga qarang, 5 tasi bitta o'zi urdi-ku. Menga qarang unda. Reja tuzamiz. Ana bu. Ana bu bacha. Ana bu siz. Ey, kelasanlarmi, gaplashib olamizmi? Hozir 1 minut. 1 minut aka, 1 minut. Deb borasizda. Salom alaykum qilasiz, chalg'it o'tirasiz. Keyin men bilan Zokir orqasidan boramizda birdaniga payqasdan zarba beramiz. Rejangiz zo'r, lekin noto'g'ri qildingiz hamsiya. Nima ya? Bu bacha emas bu. Ha. Mana u bacha, mana. Buni men ham urib bilaman. Короче, ana jam olib, ana shu xonasanga shuni shikaturka qilib qo'ysang, nasib bo'lsa, sessiyang 5 bo'ladi. Domlo bitta baho olish uchun shuncha ishmi endi? Holi baho olishing padva, pros. Holi qilib bergani? Keyin ko'raman. Qanday yaxshi chiqsa 5 qo'yaman. Bo'lmasa lekin baho olmayman. Dada, ana taxtalar qayerga tashay? Ana burchaga qo'y bacham. Ha, burchaga. Domlo bu kishi yo'qlaysizlarmi? Yo'q, bu o'tgan yil kursdan qolgan bacha bu. O'rganib qolgan dada deb. Ana shu uylar ham pulni o'zi ko'tardi. Ko'ryapsanmi? Endi nasib bo'lsa, buni ham ishlar zo'r bo'lib ketadi shu yil. Nimaga bahosini qo'yaverasizmi? Yo'q, sen kelding-ku. Birga qilasizlar-da, komanda bo'lib tugatasizlar buni. Zo'r bo'ladi. Beruka qara tunnel. Kirish bor, lekin chiqish yo'q. Aka, siz 1 yildan beri uydagilar so'ramaydimi? So'raydilar, magistra kirdim deb aldaveribman. Hay aka, siqilmang. Mayda galstukchadan ikkalamiz qochamiz. Tushundingizmi? Ha bachalar, dam olishmi? Sizlarga bitta zo'r yangiligim bor. Buxoro Innovatsiyalar universitetida hozir sun'iy intellekt kursi ochilgan. Bepul kursi. 3 oylik bo'ladi bu kurs. Bepul umuman. Tushunyapsizlarmi? Bu kurs tugatib, sizlar uyda o'tirib, bemalol $1000 pul topishlaringiz mumkin. Tushunyapsizlarmi? Faqat o'zlaringiz mehnatlaringiz bilan, harakatlaringiz bilan. Zo'r akangi domlo. Endi domla biza o'y boshlaganmiz tugataylik. Ha, sizlar ishlaysizlar aytgancha, endi qarindoshlaringiz bo'lsa bir aytib qo'yinglar, hammasiga tarqatinglar demoqchi edim-da. Davay, turinglar ishlab, ish boshlanglar, davay. Ha.